Hozir men sizga futbol tarixidagi eng ayyona bitta ishni ko'rsataman. Ungacha videoga like bosib qo'ying, chunki hikoyaning oxiri sizni aniq hayron qoldiradi. Ekraningizdagi odam biron marta futbol o'ynamagan, ammo 20 ga yaqin jamoada o'ynab, futbolni haqiqiy afsonasiga aylangan. Bu futbolchining ismi Carlos Keyzer va u faoliyati davomida Braziliyaning barcha nomdor jamoalarida, hattoki legioner sifatida Fransiya klubida ham to'p surgan, lekin umuman o'ynamagan. Murabbiylar uni zaxiradan o'yinga qo'shmoqchi bo'lishganida, u jarohat olganman deya o'yinga tushmagan. Chunki u payt MRT va shunga o'xshash bo'lgan zamonaviy qurilmalar shunchaki mavjud emas edi. Shu sababli ham shifokorlar unga ishonishgan. Aniqrog'i, ishonishga majbur bo'lishgan. Ammo bir safar klub prezidenti uni maydonga tushirish bo'yicha murabbiyga qat'iy buyruq beradi va futbolchi kuchli bosim ostida mashg'ulotlarni boshlab, asta-sekin raqib jamoa muxlislari tomon o'tib, ular bilan janjallashib ketadi. Va hakamdan qizil kartochka oladi. Daholigini qarang buni. Bu reja 20 yil davomida o'xshagan va qo'shtirnoq ichidagi futbolchi 20 ga yaqin jamoada shunchaki yurib, maosh olib, o'zini futbolchiman deb tanishtirib yurgan. Ha, u soxta futbolchi edi, lekin bilasizmi, insonda shunaqangi hissiyotlar bo'ladiki, uni umuman soxtalashtirib bo'lmaydi, aldab bo'lmaydi. Mana masalan, O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga chiqqanligi hissiyotlari. 34 raqami bu bejizga emas. Terma jamoamiz aynan shuncha yil mobaynida jahon chempionatiga chiqishni kutdi. O'yinni mazza qilib tomosha qilish uchun esa Yandex Lavkani mazali taomlari bo'lishi kerak. Agar o'yin paytida yana nimadir yegingiz kelsa, Yandex Go lavkasidan gazakli buyurtma qilishingiz mumkin. Jahon chempionati paytida lavka tun bo'yi issiq taomlar, ichimliklar va futbol tomosha qilish uchun zarur bo'lgan hamma narsani yetkazib beradi. Yangi foydalanuvchilar uchun bo'lsa 30% chegirma amal qiladi. Foydalanamiz.